Bizani bu Qushbegi mahallasida qabulimizni bir oyda 2 va 4-shanba kunlari rasmiy qabul kunlari qilganmiz. Fuqarolar bilan uchrashuv kuni qilganmiz. Bundan tashqari zarurat bo'ladigan bo'lsa, qolgan kunlari ham telefon orqali yoki Telegram orqali savollar bo'lsa gaplashib turaveramiz. Bugungi qabulimizda asosan ko'tarilgan masala shu mahalladagi tozaliklar bo'yicha, kommunal yo'nalishlari bo'yicha va ozgina orasidan gap o'tib qolgan yoshlardan, yosh oila masalasi bo'ldi. Bularga qo'limizdan kelgancha yo'nalishlarni ko'rsatib, maslahatimizni berdik. Yordam zarurati bor joyda yordam berilishi kerak bo'lgan joyda yordamni ham berdik. Menimcha ijobiy bo'ldi. Xudo xolasa yaxshi bo'ldi. Qushbegi mahallasida mahallamizning 7 bor. 7 ham juda yaxshi ishlashadi bolalari. Mahallada tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yosh oilalar, yoshlar, umuman o'zi biznes qilmoqchi bo'lgan, biznes g'oyasi bo'lgan yoshlarga ham mahallada o'zim tadbirkorman, o'zim tomonidan yoki bo'lmasa o'sha mahalla 7ligida bankirlar bor, soliqchilar bor, maslahatlar beriladi. Juda oddiy maslahatlar, lekin juda ham qimmat bo'ladi. Bularga ya'ni foydasi juda yaxshi bo'ladi. Mahalla 7ligidan ishlashidan umuman men deputat sifatida ijobiy baholayman hozirgi kunda. Mahalla raisimiz ham yomon emas, yaxshi ishlashadi. Fuqarolarning savollariga tez javob berishga harakat qilishadi. O'zimizning fuqarolarni o'sha yuqorida aytib o'tgandek har hafta yoki bo'lmasa rasman o'sha hafta bir oyda 2 va 4-shanba kunlari qabul qilamiz. Asosiy ko'tariladigan masalalar shu mahallani obodonlashtirishlari, mahallaning tozaliklari, kommunal yo'nalishlari bo'yicha bo'ladi odatda. Va mana tadbirkorlik qilmoqchi bo'lganlarning ham sanaqalari juda ko'p bo'lib turadigan masalalar. Qanaqa masala bo'lishidan qat'iy nazar harakat qilamiz joyida masalani hal qilishga. Agar vaqt talab qiladigan bo'lsa, vaqt mobaynida nazorat ostida rasman murojaat qilib masalani ijobiy yechishga harakat qilamiz. Bugungi kungacha ijobiy hal qilingan masalalar bir 95% ijobiy hal qilingan desak bo'ladi. Misol uchun mahallalarda mana shu ko'rib turgan ko'chamizdagi mashinalarni chetiga qo'yish, bu mashinalarni qo'ygan tirbandlik hosil bo'ladigan holatlarni bartaraf qilish uchun yo'l chiziqlari, mashinani qo'yish mumkin emas bo'lgan joylariga yo'l belgilarini qo'yish, harakat tezligini ma'lum bir tezlikdan oshirmaslik uchun maktab, bog'chalar bor. Bu yerga o'sha tezlikni tartibga soladigan belgilarni qo'yishi. Bu mahallamizdagi deyarli mahallaga taalluqli bo'lgan hamma masalalarni doimiy ravishda ko'taradi. Bugun ham shu qatori doimiy ko'tariladigan masalalar, ya'ni yangi masalalar bu, takroriy emas. Takroriy ham orasida bitta takroriysi bo'ldi. Bu ham hozir mavsum bo'lmaganligi uchun daraxt masalasi ko'tarildi. Mavsumiy bu ko'chirishi yoki o'sha butalash mavsum bo'lmaganligi uchun takroriy bo'lgan savollar ham bo'ldi bugungi kunda. Haqiqatan deputatlarga oylik to'lanmaydi. Bizga oylik yo'q, xarajatlar hammasi o'zimizdan yonimizdan bo'ladi. Keyin ko'p saylangan deputatlar o'zi tadbirkor, ya'ni ma'lum bir yutuqlarga erishgan deputatlar desak ham bo'ladi. Mahalla tomonidan, xalq tomonidan saylangan deputat bo'lsa, baribir xalq o'zi ham endi deputatlardan so'rashi ham tartibini yo'lga qo'ysa to'g'ri bo'ladi-da. Deputatlar bilan doimiy aloqada bo'lishi, deputatdan telefon qilib undan so'rashi, masalasi bo'lsa deputatning oldiga qo'yishi, masala qo'yilgandan keyin savol berilgandan keyin javob kutiladi-da. Savol berilmagandan keyin deputatdan qanaqa javob kutiladi? Deputatga o'zi ishlash, unga savol berish kerak, masala qo'yish kerak oldiga. Masala qo'ysa, yechilmasa-ki, bu menimcha kamdan kam bo'ladi bunaqa holat. So'rash kerak, takroran so'rash kerak. Rasman mahallada deputat qabul kunlari bor. O'sha haftada bir marta yoki oyda 2 marta, 3 marta bo'lishi mumkin. O'zi belgilangan kunlari bo'ladi. O'sha kontakt, telefon kontaktlari bo'ladi. O'sha kunlari chiqib qabulga kirish kerak, masalani qo'yish kerak. Bugungi ko'tarilgan yana masalalardan biri mahallamizda mana shu Qushbegi mavzesiga kiraverishdi. Adashmasam 98-qaror bilan qo'yilgan do'konlar bor, dala do'konlari, ko'chma do'konlar, mini marketlar bor. Shu marketlarni o'zini hududiga chiqindi tashiydigan o'rinlarini ko'p holatlarda musorni vaqtida olinmagan. Bu bo'yicha biz joyida SES bilan ham gaplashdik, rahbari bilan profilaktika o'tib tushuncha berishliklarini, ekologiya bilan ham aloqaga chiqdik joyida. Agar maxsus transport chiqindi shartnomalarni ishlashgan, shartnomasini tuzishgan bo'lsa, demak vaqtida chiqindilarni olib chiqish kerak bo'ladi. Bular nimaga olib chiqmadi? Bunga aniqlik kiritib olamiz. Nimaga vaqtida olib chiqmayapti? Demak, olib chiqmayotgan bo'lsa, yo maxsus transport ishlamayapti yoki bo'lmasa maxsus transport bilan chiqindi shartnomasini qilishmagan. O'zi umuman olganda do'konning egalarini o'zi ham shu o'zini oldini atrofini, ya'ni baribir odamlarga xizmat qilyapti, servis, tozalik sharoiti qilib berish kerak bo'ladi. Sanitar yo'nalish, sanitar tomonidan ham baribir tozalik bo'lishi kerak. O'zini oldini doimiy ravishda toza ushlashi zarur va shart. O'zi uchun ham, menimcha savdosi uchun ham juda ham yaxshi bo'ladi bu narsa. Bugun shu narsani adashmasam 2-marta takrorlab etdik. Nasib qilsa ijobiy natija bo'lishi kerak. Bugungi yana ko'tarilgan masalalardan bittasi mahallamiz Obod mahallasiga tushgan bo'lib, bolalar maydonchasi
yangi qurib berilgan, juda ham go'zal, tartibli va zamonaviy, juda chiroyli bolalar maydonchasi bo'lgan. Mahallamizning fuqarolar bundan foydalanib kelishyapti. Shu bolalar maydonchasini oldida e, transformatorlarimiz bor. Tuman reysi balansida bo'lgan transformatorlar bor. Buni adashmasam takroran ikkinchi yoki uchinchi marta yetishimizda yozma ravishda ham berilgan, rasmlari bilan ham berilgan. Uni o'sha maxsus talab bilan o'zi tartib bilan buni bolalar o'ta olmaydigan reshotkalar bilan boylab qo'yish kerak. Ya'ni o'rab qo'yish kerak bu joylarni. O'sha takror etilganda ham o'ralmagan holatlari bor. Hududda. Bugun yana bu narsani takror etdik. Rasmlari bilan ilova qilib berdik. Bu holatda ham o'sha fuqarolarning o'zi chiqib bizga murojaat qilishgandan keyin oldin o'ziga yetishgan, menimcha BSKga yetilgan, boshqa qilgan, natija bo'lmagan. Va bizga chiqib yetishgandan keyin biz albatta o'sha tuman reis o'zining rahbariga chiqib bu narsani tushuntirdik. Menimcha ijobiy natija bo'lsa kerak. Ijobiy natija bo'lsa kerak. Va o'sha bolalar maydonchasiga kechqurun fuqarolarning itishi bo'yicha har xil o'sha spirtli ichimlikni ichadigan yoki o'sha qorong'ida o'tirishni yaxshi ko'radiganlar o'sha bir chekkaga kelib joylashayotgan ekan, sababi chiroq yo'qligi. Buni ham tayinlab etdik. Bo'lmasa o'zimizni yonimizdan bo'lsa ham qo'yib beramiz endi buni, agar o'ziga qo'yisha olmasa.